Yana bir 28-fevral birinchi seminarda tushgan bir savolni ko'rib chiqamiz. Savolimiz mana bunday ko'rinishda. Tengsizlikni nechta butun yechimga ega ekanligini toping. Aynan bu savol birinchi seminaga tushgan. Buni ishlash uchun biz hozir boshlaymiz. Qaraymiz. Endi bizda berilgan birinchi tushuncha x ni kvadrati minus 7 modulda x plus 10. Aynan sizlar uchun yozib olyapmiz. X ni kvadrati plus 6x plus 9 katta 0 tushunchasi. Birinchi buni ishlash uchun nima qilishimiz kerak? Aynan x kvadrat plus 6x plus 9 ni aynan maxraj qismini birinchi ishlab olishimiz kerak. Bu jarayon bizga x minus 3 ning kvadrati degan tushunchani beradi. Aynan men shu joyini ochib oldim. Yuqoridagi qismichi bizga nimani beradi? X ning kvadrati minus 7 modulda x plus 10 jarayoni mana bu tepa qismi. Teng qilishasi mumkin emas. Men ochib sizlarga yoritib beryapman. X kvadrat minus 7 modulda x plus 10. Modul nega degan savolda javob berib o'taman. Modulda x tushunchasini bu yerda shunchaki t ga belgilab oling. Chalg'ituvchi tushuncha. T ga belgilab olgan vaqtingizda bu jarayon o'lib qoladi. T ning kvadrati minus 7 ta t plus 10 ko'rinishi beradi. Va mana bu ikkalasi uchun tushuncha t minus 5 u t minus 2 li ko'paytuvchilar ajratilganlik holatini beradi. Endi bu holatda nima qilishimiz kerak? Bu holatda mana bu yerda aynan oladigan qiymatlarimiz nima bo'ladi? 2 katta t katta 5 li jarayonni beradi. Bu holatda modullikka e'tibor berish kerak va qiymat olinayotgan vaqtda tengsizlikni nechta butun yechimga ega ekanligini ko'rib olishimiz kerak. Bunda aynan modulda x teng 3 lik tushunchasi katta rol o'ynaydi va qiymatlar olayotgan vaqtlaringizda x teng minus 3 ni, x teng minus 3 ni, minus 4 ni aynan minus 3 ham olinadi, minus 4 ham olinadi va aynan 4 ham olinar ekan bu holatda. Nega plusligini olmadingiz mana bu jarayonda desangiz, aynan mana bu yerda berilgan x minus 3 ning kvadrati maxraj qismida. Maxraj hech qachon 0 ga teng emaslik tushunchasini ishlatishimiz kerak va mana bu holatda bizda tengsizlikning nechta butun yechim bor deganiga biz 3 ta degan kalitni olishimiz kerak.